Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun sizlarga juda ham muhim, hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan bir mavzu haqida gapirib bermoqchiman. Agar siz 2026 yil 1 maygacha bir muhim arizani topshirmasangiz, barcha ijtimoiy to'lovlaringizdan, ya'ni nafaqalar va pensiyalardan mahrum bo'lasiz. Bu gapni to'g'ri tushundingiz. Kim oshlar kechiksa, pulini yo'qotadi. Bu har biringizga farzandlari yoki ota-onalari uchun to'lov oladiganlarga, umuman davlatdan biron bir ko'mak oladigan har bir fuqaroga taalluqli. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zi muhim. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odam bilish kerak. Muammoning mohiyati, vaziyat qanday edi va endi nima o'zgardi? Avvallari mamlakatimizda ijtimoiy to'lovlarni rasmiylashtirish va olish tartibi bir muncha murakkab va tarqoq edi. Pensiyalar pensiya jamg'armasi orqali, nogironlik nafaqalari va bolalar nafaqalari boshqa idoralar orqali, ba'zi bir moddiy yordam turlari mahalliy hokimiyatlar orqali amalga oshirilar edi. Bu tizim o'z navbatida qog'ozbozlikni, byurokratiyani oshirib, fuqarolarning sarson bo'lishiga, bir idoradan ikkinchi idoraga qatnashiga sabab bo'lardi. Hujjatlar igish, har bir to'lov turi uchun alohida ariza berish va ko'plab navbatlarda turish odatiy hol edi. Ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarimiz, nogironligi bor insonlarimiz yoki bir nechta farzandiga nafaqa oladigan onalarimiz uchun bu jarayon og'ir kechardi. Ba'zan bir xil ma'lumotlarni turli idoralarga qayta-qayta taqdim etishga to'g'ri kelardi. Bu esa xato qilish ehtimolini oshirardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimini tubdan isloh qilish maqsadida yangi qonunchilik hujjatlari qabul qilindi. Asosiy maqsad ijtimoiy to'lovlarni bir xillashtirish, tizimni raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish va eng muhimi, fuqarolar uchun bu jarayonni imkon qadar soddalashtirish. Hukumatimizning qaroriga ko'ra, 2026 yil 1 maydan boshlab barcha turdagi ijtimoiy nafaqalar va pensiyalar, shuningdek, boshqa moddiy yordam turlari yagona elektron tizim orqali amalga oshiriladi. Bu degani avvalgi tartibda olgan barcha to'lovlar, agar siz yangi tizimga o'tish uchun belgilangan muddatda ariza bermasangiz, avtomatik ravishda to'xtatiladi. Aslini olganda, bu yangi tizim fuqarolarga qulaylik yaratishga qaratilgan, chunki kelajakda bir marta ariza berib, barcha tegishli to'lovlarni bir joydan olish mumkin bo'ladi. Lekin ushbu o'tish davrida, ya'ni eski tizimdan yangisiga o'tish uchun belgilangan muddatda har bir to'lov oluvchi o'z ma'lumotlarini yangilashi va qayta ro'yxatdan o'tishi shart. Bu muddat esa, yana bir bor takrorlayman, 2026 yil 1 may. Kimki bu muddatgacha o'z arizasini topshirmasa, tegishli to'lovlardan butunlay mahrum bo'ladi va ularni qaytarib olish deyarli imkonsiz bo'ladi. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki qat'iy qoida bo'lib, unga rioya qilish shart. Davlat endi eski ma'lumotlar bilan ishlashni to'xtatadi. Birinchi asosiy qism, nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi mumkin. Nimalarni bilishingiz kerak? Eng muhimi shuki, hukumat yangi ijtimoiy himoya yagona milliy tizimini joriy etmoqda. Bu tizimga pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya agentligi va boshqa tegishli idoralar tomonidan beriladigan barcha turdagi nafaqalar, pensiyalar, moddiy yordam va subsidiyalar kiradi. Bu o'zgarishlar barcha fuqarolarga, ya'ni bolalar nafaqasi oluvchilardan tortib, nafaqaxo'r bobo-buvilargacha, nogironligi bo'lgan shaxslardan tortib, boquvchisini yo'qotgan oilalargacha tegishli. Barcha to'lovlar endilikda yagona elektron reyestr orqali boshqariladi. Bu degani sizning ma'lumotlaringiz ushbu reyestrga kiritilgan bo'lishi va sizning to'lovlar uchun haqqingiz borligi tasdiqlangan bo'lishi shart. Agar sizning ma'lumotlaringiz yangi tizimda bo'lmasa, siz to'lov oluvchi sifatida tan olinmaysiz. Kimlar tashvishlanishi kerak? Aslida, hozirda davlatdan biron bir turdagi ijtimoiy to'lov olayotgan har bir fuqaro tashvishlanishi kerak. Bunga quyidagilar kiradi. 1. Barcha turdagi pensiya oluvchilar, yoshga doir pensiyalar, nogironlik pensiyalari, boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, demak, sizga bu ma'lumot bevosita tegishli. Siz yangi tizimda qayta ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Hatto sizga shu paytgacha avtomatik tarzda pensiya o'tkazilgan bo'lsa ham, endi bu jarayon o'zgaradi. 2. Ijtimoiy nafaqa oluvchilar, bolalar nafaqasi, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam, bir martalik yoki doimiy.
Agar siz oilangizdagi bolalar uchun, nogironligingiz uchun yoki kam ta'minlanganlik holatingiz tufayli davlatdan muntazam ravishda nafaqa olayotgan bo'lsangiz, siz ham ushbu muddatga qat'iy rioya etishingiz shart. 3. Vaqtinchalik yoki boshqa maxsus to'lovlar oluvchilar, masalan, ba'zi bir kasblar uchun beriladigan maxsus ustamalar, homiladorlik va tugish nafaqalari, ishsizlik nafaqalari yoki boshqa turdagi subsidiyalar. Har qanday davlat ko'magi shu tizimga birlashtiriladi. Keling, bir nechta aniq misollar bilan ko'rib chiqaylik. Birinchi misol, Fauziya opa. Fauziya opa 70 yoshda, 15 yildan beri yoshga doir pensiya oladi. U har oy Xalq banki kartasiga pensiyasini tushiradi. U hech qanday yangi ariza yozmagan, chunki uning pensiyasi doimiy va avtomatik ravishda keladi. Fauziya opa bu yangilikdan bexabar qolib, 2026 yil 1 maygacha yangi tizimda qayta ro'yxatdan o'tish uchun ariza bermadi deylik. Nima bo'ladi? 2026 yil may oyidan boshlab uning pensiyasi o'tkazilmaydi. Bank kartasini tekshirganda pul yo'qligini ko'radi. U pensiya jamg'armasiga yoki bankka borsa, unga siz yangi tizimda ro'yxatdan o'tmagansiz, shuning uchun pensiya to'lovlari to'xtatilgan deb javob berishadi. Bu juda ayanchli holat, chunki u nafaqasiz qoladi va oldingi oy uchun ham, keyingi oylar uchun ham pensiyani qayta tiklash juda qiyin, hatto imkonsiz bo'ladi. U millionlab so'm puldan mahrum bo'ladi. Tasavvur qiling, qariyalar uchun bu qanchalik og'ir bo'ladi. Ikkinchi misol, Ahmadjon va uning oilasi. Ahmadjon 3 nafar farzandining ikkitasiga bolalar nafaqasi oladi. Har oy uning hisobiga muayyan miqdorda pul tushadi. Agar Ahmadjon oilasi ham 2026 yil 1 mayga qadar yangi tizimda ro'yxatdan o'tish uchun ariza bermasa, bolalariga beriladigan nafaqa to'xtatiladi. Har bir farzand uchun beriladigan 100 minglab so'm nafaqa oilaning budjetidan chiqib ketadi. Bir yil davomida bu miqdor bir necha million so'mga yetishi mumkin. Bu esa oilaviy budjetga jiddiy ta'sir qiladi, chunki bu pul bolalarning oziq-ovqati, kiyimlari, o'quv qurollari uchun zarur. Keyinroq ariza topshirgan taqdirda ham o'tkazib yuborilgan davr uchun pulni qaytarib olish deyarli imkonsiz bo'ladi. Uchinchi misol, Malika Singil. Malika Singil nogironligi tufayli doimiy nogironlik nafaqasi oladi. U ham o'zining sharoiti tufayli ariza berishga ulgurmadi. Natijada 2026 yil may oyidan boshlab uning nafaqasi ham to'xtatiladi. Malika Singilning hayotida bu nafaqa juda muhim o'rin tutadi, chunki u dorilari, kundalik ehtiyojlari va ba'zi vaqtlar shifokorlar xizmatlari uchun ushbu puldan foydalanadi. Nafaqa to'xtatilishi uning sog'ligi va hayot sifatiga jiddiy ta'sir qiladi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi tizimga o'tish har bir nafaqa va pensiya oluvchi uchun majburiy vazifadir. Bu har bir kishining o'z mas'uliyati hisoblanadi. Kimlar tashvishlanmasligi mumkin? Hozircha hech qanday ijtimoiy to'lov olmaydigan, kelajakda ham davlatdan biron bir nafaqa yoki pensiya olishni rejalashtirmayotgan fuqarolar bu borada tashvishlanmasligi mumkin. Shuningdek, agar siz yaqinda, masalan, 2025 yilda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va sizning ma'lumotlaringiz allaqachon yangi elektron tizimga kiritilgan bo'lsa, sizga qayta ariza berish shart bo'lmasligi mumkin. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, bu kabi holatlar kamdan kam uchraydi va aksariyat hollarda baribir tekshirib ko'rish zarar qilmaydi. Agar sizda shubha bo'lsa, eng yaxshisi tegishli davlat organlariga murojaat qilib, o'z ma'lumotlaringizni tasdiqlashingiz kerak. Har qanday holatda ham, agar sizda davlat to'lovlariga huquq bo'lsa yoki hozirda olib turgan bo'lsangiz, muddatni o'tkazib yubormaslik uchun ariza berishni unutmang. Ikkinchi asosiy qism, qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va sezilmas nozikliklar. Har qanday qoidada bo'lgani kabi, bu yangi tizimga o'tishda ham ba'zi istisnolar va e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Qoidalardan istisnolar, afsuski bu qoida bo'yicha juda kam istisnolar mavjud. Aksariyat hollarda har bir kishi mustaqil ravishda ariza topshirishi yoki o'z vakili orqali topshirtirishi shart. Biroq bir nechta ehtimoliy holatlar mavjud. 1. Avtomatik o'tkazish. Juda kam sonli holatlarda, masalan, agar sizning barcha ma'lumotlaringiz davlat bazalarida mukammal va to'liq bo'lsa, siz avtomatik ravishda yangi tizimga o'tkazilishingiz mumkin. Ammo bu juda kamdan kam sodir bo'ladi va asosan ayrim muddatli to'lovlar, masalan, tug'ruq ta'tili uchun beriladigan bir martalik to'lovlar yoki hokimlikning maxsus qarori bilan belgilangan qisqa muddatli yordamlar bo'lishi mumkin.
Pensiya va doimiy nafaqalar uchun bu istisno deyarli ishlamaydi. Shuning uchun bu istisnoga umid qilmang, balki o'zingiz ariza berishga harakat qiling. Ikki jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar va keksa yoshdagi fuqarolar, agar fuqaro sog'ligi sababli mustaqil ravishda murojaat qila olmasa, masalan, yotoqda yotgan bo'lsa, jiddiy kasallikka chalingan bo'lsa, unda u notarial tasdiqlangan ishonchnoma asosida o'z vakili, farzandi, qarindoshi, vasiysi orqali murojaat qilishi mumkin. Bu juda muhim nuqta, chunki ko'plab keksa insonlar yoki nogironligi bo'lganlar o'zlari harakatlana olmaydi. Ishonchnoma orqali ham barcha kerakli hujjatlarni topshirish mumkin. Shuningdek, ba'zi hududlarda ijtimoiy himoya agentligi xodimlari og'ir ahvoldagi fuqarolarning uylariga borib, ularga ariza topshirishda yordam berishi mumkin. Ammo bu xizmatni oldindan so'rab, kelishib olish kerak. 3. Chet elda bo'lgan fuqarolar, agar siz ayni paytda O'zbekiston hududidan tashqarida bo'lsangiz va o'z vaqtida ariza topshira olmasangiz, siz ham vakil orqali yoki O'zbekistonning chet eldagi elchixonalari va konsulliklari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Biroq bu jarayon ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha tezroq harakat qilish lozim. Qalti jihatlar va e'tiborsiz qoldirilmasligi kerak bo'lgan nozikliklar. 1. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar. Eng ko'p uchraydigan muammolardan biri. Ariza topshirishda sizdan so'raladigan har bir hujjat to'liq va to'g'ri bo'lishi shart. Agar siz shaxsiy guvohnomangizni, pensiya guvohnomangizni yoki boshqa biror hujjatni noto'g'ri taqdim etsangiz, arizangiz rad etilishi mumkin. Masalan, ismingizda xato bo'lsa, pasport seriya raqami noto'g'ri yozilgan bo'lsa, bank hisob raqamingiz aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, bularning barchasi arizani ko'rib chiqish muddatini cho'zib, to'lovlarni kechiktirishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni diqqat bilan tekshiring. 2. Ma'lumotlarni yangilash zarurati. Ba'zi fuqarolar manzillarni o'zgartirgan, familiyasini almashtirgan yoki bank rekvizitlari o'zgargan bo'lishi mumkin. Agar sizning eski ma'lumotlaringiz davlat bazalarida bo'lsa, ammo ular hozirgi holatga mos kelmasa, yangi ariza topshirishda bu ma'lumotlarni yangilashingiz shart. Aks holda sizga to'lovlar o'tmay qolishi mumkin. Chunki tizim sizning eski manzilingiz yoki bank hisobingizga pul o'tkazishga harakat qiladi va bu muvaffaqiyatsiz bo'ladi. 3. Mishmishlarga ishonmaslik. Afsuski, bunday muhim o'zgarishlar davrida turli xil asossiz mishmishlar va noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishi mumkin. Masalan, boshqa buyruq o'tgan, men ham o'taman, hamma uchun avtomatik bo'lar ekan kabi. Faqatgina rasmiy manbalarga, ya'ni pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya agentligi, davlat xizmatlari markazlari va rasmiy veb-saytlar orqali tarqatilgan ma'lumotlarga ishoning. 4. Jarayonni keyinga qoldirish. Hali vaqt bor-ku, keyinroq qilarman degan fikr ko'pchilikni chalg'itishi mumkin. Lekin tajriba shuni ko'rsatadiki, muddat oxiriga yaqinlashgan sari idoralarda navbatlar ko'payadi. Elektron tizimlar haddan tashqari yuklama tufayli sekin ishlashi mumkin va aynan shu sababli siz ariza topshirishga ulgurmasligingiz mumkin. Shuning uchun hozirdanoq harakatni boshlash tavsiya etiladi. 5. Texnik muammolar. Agar siz onlayn tarzda Mi.Gov.uz portali orqali ariza topshirmoqchi bo'lsangiz, internet tezligi, kompyuter savodxonligi yoki tizimning vaqtincha nosozliklari kabi texnik muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bunday holatlarda imkoniyatdan foydalanib, davlat xizmatlari markaziga shaxsan borishingiz yoki yaqinlaringizdan yordam so'rashingiz maqsadga muvofiq. 6. To'lovlarni qayta tiklashning imkonsizligi. Eng katta nozikliklardan biri shuki, agar siz 2026 yil 1 maydan keyin ariza topshirsangiz, avvalgi oylar uchun, ya'ni to'lov to'xtatilgan vaqtdan boshlab sizga hech qanday pul to'lanmaydi. Tizim faqatgina sizning arizangiz qabul qilingan va tasdiqlangan kundan boshlab to'lovlarni qayta tiklaydi. Misol uchun, agar siz iyun oyida ariza topshirsangiz, may oyi uchun pulni ola olmaysiz. Bu juda katta yo'qotish bo'lishi mumkin. Shuning uchun hech qachon keyinroq topshirsam, baribir hammasini qaytarib berishadi degan xato fikrga bormang. Bu qoida asosan yangi nizomlarda qat'iy belgilab qo'yiladi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Aniq ko'rsatmalar. Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga keldik. Nima qilish kerak? Men sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Shunda siz hech qanday muammosiz yangi tizimga o'tishingiz mumkin. Bir qadam, siz olayotgan to'lov turini aniqlang. Avvalo, siz qanday turdagi davlat to'lovlarini olayotganingizni aniqlab oling. Pensiya, qaysi turdagi, bolalar nafaqasi, nogironlik nafaqasi, moddiy yordam va hokazo.
Agar siz bir nechta turdagi to'lovlarni olayotgan bo'lsangiz, har birini hisobga oling. Ikki qadam hujjatlaringizni toplang. Aksariyat hollarda sizdan quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki it karta. Pasportingizning amal qilish muddati tugamaganligiga va yaroqli ekanligiga ishonch hosil qiling. Tugilganlik to'g'risidagi guvohnoma. Agar bolalar uchun nafaqa olsangiz yoki oilangizdagi bolalar haqida ma'lumot berishingiz kerak bo'lsa. Nikoh guvohnomasi. Turmush qurgan bo'lsangiz va oilaviy ahvolingiz muhim bo'lsa. Mehnat daftarchasi, elektron versiyasi. Agar siz pensiya olish uchun ariza topshirayotgan bo'lsangiz va ish stajingiz tasdiqlanishi kerak bo'lsa. Endilikda elektron mehnat daftarchasi mavjud. Uni tekshirib oling. Pensiya guvohnomasi yoki nafaqa guvohnomasi. Agar siz hozirdanoq pensiya yoki nafaqa oluvchi bo'lsangiz. Nogironlik haqidagi ma'lumotnoma. Agar siz nogironlik nafaqasi olsangiz, tibbiy ko'rik komissiyasining TMEK xulosasi. Bank hisob raqami yoki plastik karta raqami. Pul o'tkaziladigan kartaning raqamini yoddan bilmasangiz, kartangizni yoningizda olib boring. Bu eng muhim ma'lumotlardan biri hisoblanadi. Mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma. Ba'zi turdagi moddiy yordamlar yoki kam ta'minlanganlikni tasdiqlovchi hujjatlar uchun talab qilinishi mumkin. Oilaning tarkibi va daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlar, ayniqsa bolalar nafaqasi va moddiy yordam uchun. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va nusxalari sizda bo'lishi kerak. 3 qadam qayerga murojaat qilish kerak? Sizning bir nechta variantlaringiz bor. Davlat xizmatlari markazlari, DXM, bu eng qulay variantlardan biri. Siz yashash joyingizdagi istalgan DXMga borib, mutaxassis yordamida arizani to'ldirishingiz va topshirishingiz mumkin. Ular barcha kerakli ma'lumotlarni sizdan olib, tizimga kiritishda yordam berishadi. Bu markazlar ko'pchilik tushunmaydigan elektron shakllar bilan ishlashga yordam beradi. Ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlari. Bu agentlik hozirda ijtimoiy himoya sohasidagi barcha ishlarni muvofiqlashtirmoqda. Siz to'g'ridan-to'g'ri ularning bo'limlariga murojaat qilishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limlari. Agar siz faqat pensiya oluvchi bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga ham murojaat qilishingiz mumkin. Ammo baribir ular ham keyinchalik sizning ma'lumotlaringizni yangi yagona tizimga kiritishadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.gov.uz. Agar siz internetdan foydalanishni bilsangiz, elektron raqamli imzongiz eri bo'lsa va kompyuter orqali ishlashga qodir bo'lsangiz, u holda Mi.gov.uz orqali onlayn ariza topshirishingiz mumkin. Bu eng tez va qulay yo'l, chunki uyda o'tirib turib, navbatlarsiz barcha ishlarni hal qila olasiz. Portalda tegishli bo'limni topib, ko'rsatmalarga amal qilgan holda arizani to'ldirasiz. Xalq bankining pensiya bo'limlari. Ba'zi hollarda Xalq banki filiallarida ham pensiya va nafaqalarni rasmiylashtirishga yordam beruvchi mutaxassislar bo'lishi mumkin. Ammo bu haqda oldindan telefon orqali aniqlab olish tavsiya etiladi. 4 qadam arizani to'ldiring va topshiring. Tanlagan joyingizga borib yoki onlayn tarzda maxsus arizani to'ldiring. Odatda arizalar standart shaklda bo'ladi va ko'p joyda sizga mutaxassislar yordam berishadi. Muhim ma'lumotlarni pasport seriyasi, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, SHIR, bank hisob raqami, telefon raqami xatosiz kiritishga e'tibor bering. Telefon raqami juda muhim, chunki to'lov holati bo'yicha siz xabarlar kelishi mumkin. Arizani to'ldirgandan so'ng barcha kerakli hujjatlarni ilova qilib topshirasiz. 5 qadam arizaning qabul qilinganligi haqida tasdiqnoma oling. DXM yoki pensiya jamg'armasida ariza topshirganingizda sizga arizangiz qabul qilinganligi haqida tasdiqnoma, cheksiz varaqcha berishadi. Bu hujjatni saqlab qo'ying, chunki u sizning arizangiz topshirilganligini tasdiqlovchi yagona dalil bo'ladi. Onlayn ariza topshirgan bo'lsangiz, elektron arizaning ro'yxatdan o'tganligi haqidagi xabarnomani yuklab oling yoki saqlab qo'ying. 6 qadam jarayonni kuzatib boring. Ariza topshirganingizdan keyin taxminan bir necha kundan bir necha haftagacha bo'lgan muddatda sizga javob kelishi kerak. Ba'zan qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun telefoningiz yoki elektron pochtangizga keladigan xabarlarni kuzatib boring. Agar uzoq vaqt davomida hech qanday yangilik bo'lmasa, siz DXMga yoki ijtimoiy himoya agentligiga murojaat qilib, arizangizning holatini so'rashingiz mumkin. Muhim eslatma, kechiktirmang. Qayta takrorlayman. 2026 yil 1 maygacha muddat bor deb o'ylamang. Hozirdanoq harakatni boshlang.
Qancha ertaroq qilsangiz, shuncha yaxshi. Masalan, 2025 yilning ikkinchi yarmida yoki 2026 yilning boshida arizangizni topshirishga harakat qiling. Aprel oyiga qoldirmang, chunki bu eng qizgin davr bo'lib, hamma bir paytda ariza topshirishga shoshiladi va tizimlarda yuklama ortadi. Bu esa sizning arizangizni oz vaqtida ko'rib chiqilishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz tomoshabinlar, bugungi videomizda sizga 2026 yil 1 mayga qadar amalga oshirilishi shart bo'lgan eng muhim o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Yangi ijtimoiy himoya yagona milliy tizimiga o'tish har bir ijtimoiy to'lov oluvchidan o'z ma'lumotlarini yangilashni va qayta ro'yxatdan o'tishni talab qiladi. Muddatni o'tkazib yuborish, ya'ni 2026 yil 1 maygacha ariza bermaslik sizni barcha pensiya va nafaqalaringizdan mahrum qilishi mumkin. Va eng yomoni, o'tkazib yuborilgan davr uchun pullarni qaytarib olish deyarli imkonsiz bo'ladi. Bu vazifa juda oddiy, ammo o'ta mas'uliyatli. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qiling. Ayniqsa, keksa ota-onangiz, nogironligi bo'lgan qarindoshlaringiz yoki kichik farzandlari bor tanishlaringizga yordam bering, ularga bu videoni ko'rsating. Axir birgalikda biz ko'proq foyda keltira olamiz. Bu ma'lumotni ularga yetkazish orqali siz ularni katta moddiy yo'qotishlardan saqlab qolasiz. Agar sizda yana savollar bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Men har bir savolga javob berishga harakat qilaman yoki keyingi videolarimizda ularga to'xtalib o'taman. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yangi va foydali ma'lumotlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. O'zingizni ehtiyot qiling va barcha hujjatlaringizni o'z vaqtida tartibga soling.